Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya jamg'armasi yopilyapti degan gap nimani anglatadi? Bu sizning pensiyangiz, nafaqangiz, tajingiz va pulingizga qanday ta'sir qiladi va eng muhimi, hoziroq nima qilish kerak? Bu ma'lumot pensionerlar, pensiyaga yaqinlashib qolganlar, rasmiy ishlayotganlar, norasmiy ishlaganlar, chet elda mehnat qilganlar, nogironlik nafaqasi oladiganlar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar uchun juda muhim. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta hujjat yetishmasa ham keyin pensiya tayinlashda muammo chiqishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday muhim ijtimoiy va huquqiy mavzularni oddiy tilda tushuntirib boraman. Avvalo eng katta savolga javob beraman. Pensiya jamg'armasi yopilsa pensiyalar to'xtaydimi? Yo'q, pensiya va nafaqa to'lovlari bekor bo'lib qolmaydi. Davlat pensiya tizimi bir kunda yo'q bo'lib ketmaydi. Bu yerda gap ko'pincha tashkilotning nomi tuzilmasi, vakolatlar yoki xizmat ko'rsatish tartibi o'zgarishi haqida ketadi. Ya'ni avval odamlar pensiya jamg'armasiga borib ariza topshirgan, ma'lumot olgan, stajini tasdiqlatgan, pensiya hisob-kitobini tekshirtirgan bo'lsa, endi bu xizmatlarning bir qismi boshqa idoraga, yagona markazga, elektron tizimga yoki ijtimoiy himoya organlariga o'tkazilishi mumkin. Lekin oddiy odam uchun eng xavfli joy mana shu tashkilot yopilyapti. Demak, mening ishlarim o'zi avtomatik bo'ladi deb beparvo qarab yurish. Amalda esa ko'p muammolar aynan hujjatlar to'liq bo'lmagani, ish staji bazada ko'rinmagani, ish beruvchi badallarni vaqtida to'lamagani, mehnat daftarchasidagi yozuvlar xato bo'lgani, familiya o'zgargani yoki eski korxona tugatilgani sababli chiqadi. Oldin qanday edi? Ko'pchilik ish stajini qog'oz mehnat daftarchasi orqali tasdiqlardi. Korxonada ishlaganingiz, qachon kirganingiz, qachon chiqqaningiz, lavozimingiz, buyruq raqami, muhr, imzo shu daftarchada bo'lardi. Pensiyaga chiqish vaqti kelganda odam pensiya jamg'armasiga borar. Pasport, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomasi, nikoh guvohnomasi, bolalar hujjati kabi qog'ozlarni yig'ar edi. Keyin mutaxassis hisoblab pensiya tayinlardi. Hozir esa tizim tobora elektronlashyapti. Davlat siz haqingizdagi ma'lumotni bazalardan ko'rmoqchi. Rasmiy ish joyingiz, soliq va ijtimoiy to'lovlar, ish haqi, staj, shaxsiy ma'lumotlar, bank kartangiz, yashash manzilingiz. Bu yaxshi tomoni shundaki, odam kamroq navbatda turadi, ariza elektron beriladi. Ayrim ma'lumotlar avtomatik chiqadi. Lekin yomon tomoni ham bor. Bazada xato bo'lsa sizning haqiqiy hayotingiz emas, tizimda ko'ringan ma'lumot asosiy dalilga aylanib qolishi mumkin. Shuning uchun hozir eng muhim vazifa o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni tekshirish. Men buni juda sodda qilib tushuntiraman. Pensiya jamg'armasi yoki uning hududiy bo'limlari qayta tashkil qilinsa, fuqarolar uchun 3 ta o'zgarish bo'lishi mumkin. Birinchisi, qayerga murojaat qilish tartibi o'zgaradi. Masalan, oldin tuman pensiya jamg'armasiga borgan bo'lsangiz, endi davlat xizmatlari markazi my.gov.uz mahalladagi mas'ul xodim yoki ijtimoiy himoya organi orqali murojaat qilishingiz mumkin. Ikkinchisi, hujjatlar ko'proq elektron tekshiriladi. Ya'ni eski qog'ozlaringiz borligi yaxshi, lekin ularning bazaga kiritilmaganini ham tekshirish kerak. Uchinchisi, to'lov mexanizmi va nazorat kuchayadi. Davlat kim haqiqatan pensiya olishga haqli, kimning ma'lumoti to'liq, kimda ortiqcha yoki noto'g'ri to'lov bor, shuni aniqlashga harakat qiladi. Bu nimani anglatadi? Agar sizning hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, rasmiy stajingiz ko'rinsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, siz ortiqcha xavotir olmaysiz. Lekin agar siz yillar davomida bir necha joyda ishlagan bo'lsangiz, eski kolxoz, sovxoz, zavod, kichik korxona, xususiy firma, yakka tartibdagi tadbirkor yonida ishlagan bo'lsangiz, ayniqsa o'sha joylar hozir yopilib ketgan bo'lsa, siz albatta tekshirishingiz kerak. Birinchi guruh pensiyaga 25 yil qolganlar. Masalan, erkak kishi 6 yoshga yaqinlashgan, ayol kishi 55 yoshga yaqinlashgan bo'lsa, hali vaqt bor deb yurmasin. Pensiya hujjatini tayyorlashni oxirgi oyga qoldirish katta xato. Tasavvur qiling, ayol kishi o'tib yil ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin bazada 15 yil ko'rinadi. Qolgan 12 yil uchun eski korxonadan arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Korxona yopilgan, arxivi tuman arxivga topshirilgan yoki umuman topilmayapti. Buni bir haftada hal qilib bo'lmaydi. Ba'zan odamlar 2-3 oy, hatto undan ko'proq vaqt sarflaydi. Ikkinchi guruh mehnat daftarchasida xatolari borlar. Masalan,
ism Shavkat o'rniga Shavkatjon deb yozilgan. Familiya nikohdan keyin o'zgargan, tug'ilgan sana pasportdagi sana bilan mos kelmaydi. Korxona muhri xira, buyruq raqami yo'q, ishdan bo'shatilgan sana noto'g'ri. Bunday mayda ko'rilgan xatolar pensiya hisobida katta muammoga aylanadi. Chunki mutaxassis bu hujjat aynan sizga tegishli ekanini tasdiqlang deb talab qilishi mumkin. 3-guruh norasmiy ishlaganlar. Masalan, odam 10 yil qurilishda ishlagan, lekin mehnat shartnomasi bo'lmagan, har oy naqd pul olgan. U o'ylaydi, men mehnat qildim-ku, demak staj bo'ladi. Afsuski, rasmiy hujjat bo'lmasa, stajni isbotlash qiyin. Ayniqsa yangi tizimda soliq, ijtimoiy to'lov va elektron mehnat ma'lumotlari muhim bo'ladi. Shuning uchun hozirdan rasmiy ishlash, mehnat shartnomasini talab qilish, badallar to'lanayotganini tekshirish kerak. 4-guruh chet elda ishlaganlar. Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan yurtdoshlarimiz ko'p. Chet eldagi ish staji har doim ham avtomatik O'zbekistondagi pensiya hisobiga qo'shilavermaydi. Bunda xalqaro shartnomalar, rasmiy ishlaganlik, to'lovlar, hujjat tarjimasi, apostil yoki konsullik tasdig'i kabi masalalar bo'lishi mumkin. Masalan, odam 8 yil Rossiyada rasmiy ishlagan bo'lsa ham, uning hujjatlari O'zbekistondagi tizimda ko'rinmasligi mumkin. Demak, bu stajni oldindan tasdiqlash yo'lini aniqlash kerak. 5-guruh nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik yoki ijtimoiy nafaqa oladiganlar. Bu toifadagi odamlar uchun ham ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi shart. Tibbiy xulosa, nogironlik muddati, oila tarkibi, boquvchining ish staji, bolalarning o'qishi, bank rekvizitlari noto'g'ri bo'lsa, to'lov kechikishi yoki qayta tekshiruvga tushishi mumkin. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, pensiyangiz har oy muntazam tushayotgan bo'lsa, pasportingiz amaldagi ID karta yoki biometrik pasport bilan yangilangan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, sizda katta xavotirga asos yo'q. Lekin baribir men sizga kamida bir marta ma'lumotlaringizni tekshirib qo'yishni tavsiya qilaman. Chunki hammasi yaxshi deb o'ylagan odamda ham bank kartasi muddati tugagan bo'lishi, telefon raqami eskirgan bo'lishi, familiya yoki manzil bazada eski holatda qolgan bo'lishi mumkin. Agar siz davlat tashkilotida rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish haqi kartaga tushsa, mehnat shartnomangiz elektron tizimda bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar yuritilayotgan bo'lsa, sizning stajingiz ko'rinish ehtimoli yuqori. Lekin bu tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Chunki ish beruvchi ma'lumotni noto'g'ri kiritgan bo'lishi mumkin. Masalan, lavozim sanasi xato, ishga kirgan sana kech kiritilgan, yarim stavka noto'g'ri aks etgan bo'lishi mumkin. Birinchi misol, Gulchehra opa 4 yoshda pensiyaga 1 yil qolgan. U 1992 yildan 2005 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin maktabda farrosh bo'lgan. Opam mening 3 yildan ko'p stajim bor deb yuradi. Tekshirib ko'rilsa, maktabdagi 15 yil ko'rinadi. Lekin tikuv fabrikasidagi 1 yil bazada yo'q. Fabrika allaqachon yopilgan. Endi Gulchehra opa arxivga borishi, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari, ish haqi qaydnomalari yoki mehnat daftarchasini tasdiqlovchi ma'lumotnoma olish kerak. Agar u buni pensiyaga chiqish kunida boshlasa, pensiya tayinlash cho'zilishi mumkin. Agar hozir boshlasa, 1 yil ichida bemalol tartibga keltiradi. Ikkinchi misol, Anvar aka 61 yoshda pensiyaga chiqqan, lekin pensiya miqdoridan norozi. U 25 yil ishlaganman deydi. Ammo hisobda 20 yil olingan. Sabab nima? 5 yil xususiy firmada ishlagan, lekin firma ijtimoiy to'lovlarni to'liq o'tkazmagan yoki hujjatlarni noto'g'ri topshirgan. Anvar aka qo'lida mehnat daftarchasi bo'lsa ham, ish haqi va to'lovlar bo'yicha ma'lumot yetishmaydi. Natijada pensiya kutilganidan kam chiqadi. Bu misolda eng katta saboq, har bir ish joyingiz rasmiy bo'lsin, ish haqi konvertda emas, hujjatda ko'rinsin. 3-misol. Dilshod 35 yoshda hali pensiya haqida o'ylamaydi. U 10 yil ustachilik qilib yuribdi, kunlik pul oladi. Bugun unga bu qulay, soliq yo'q, hujjat yo'q, bosh og'riq yo'q. Lekin 20 yil o'tgach, u pensiya yoshiga yaqinlashganda, men 3 yil ishladim deydi. Davlat esa rasmiy stajingiz 8 yil deyishi mumkin. Shuning uchun yoshlar ham bu videoni jiddiy qabul qilish kerak. Pensiya muammosi 25 yoki 6 yoshda boshlanmaydi. U 25-30 yoshdagi ish tanlovingizdan boshlanadi. 4-misol. Malika opa turmushga chiqqach familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasining 1-sahifasida eski familiyasi, keyingi hujjatlarda yangi familiyasi.
nikoh guvohnomasi yo'qolgan. Pensiyaga hujjat topshirganda bu ikki familiya bir odamga tegishli ekanini tasdiqlang deyiladi. Endi OPFDYO organidan takroriy guvohnoma olish kerak. Bu hal bo'ladigan masala, lekin vaqt oladi. Shuning uchun familiya, ism, tug'ilgan sana bilan bog'liq barcha hujjatlarni hozirdan bir joyga jamlab qo'yish kerak. Endi juda muhim nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchidan, pensiya tizimida men ishlaganman, hamma biladi degan gap dalil bo'lmaydi. Qo'shnilar bilishi, rahbar tanishi, hamkasblar eslashi yordam berishi mumkin, lekin asosiy dalil hujjatdir. Mehnat daftarchasi, buyruq, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi qaydnomasi, soliq to'lovlari, elektron mehnat shartnomasi, mana shular kerak bo'ladi. Ikkinchidan, eski korxona yopilgan bo'lsa, hujjatlar butunlay yo'q degani emas. Ko'p hollarda korxona hujjatlari davlat arxiviga, tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'ladi. Siz korxona yo'q ekan deb to'xtab qolmang. Korxonaning eski nomi, joylashgan manzili, taxminiy ishlagan yillaringiz, rahbar nomi, bo'limingiz, lavozimingizni yozib arxivga so'rov yuborish kerak. Ba'zan korxona bir necha marta nom o'zgartirgan bo'ladi. Masalan, avval paxta tozalash zavodi bo'lgan, keyin aksiyadorlik jamiyatiga aylangan, keyin xususiylashtirilgan. Arxivda hujjatlar eski nom bilan turgan bo'lishi mumkin. Uchinchidan, ish haqi ma'lumotlari pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Faqat staj emas, daromad ham muhim. Agar siz rasmiy ravishda eng kam maosh bilan ko'rsatilgan bo'lsangiz, lekin amalda ko'proq olgan bo'lsangiz, pensiya hisobida rasmiy ma'lumot olinadi. Shuning uchun ish beruvchi menga naqd ko'proq berardi degan gap keyin foyda bermasligi mumkin. Bu ayniqsa xususiy sektorda ishlaydiganlar uchun juda dolzarb. To'rtinchidan, bank kartasi va shaxsiy ma'lumotlar masalasi. Ko'p pensionerlar kartasining muddati tugaganini bilmay qoladi. Yoki telefon raqami boshqa odam nomida bo'ladi. Keyin SMS kelmaydi, bank ilovasiga kira olmaydi. To'lov kechikadi, yaqinlari ovora bo'ladi. Agar pensiya kartaga tushsa, bankka borib karta muddati, hisob raqami, telefon raqami, shaxsiy ma'lumotlar to'g'riligini tekshiring. Ayniqsa keksa ota-onangiz bo'lsa, ularga yordam bering. Beshinchidan, ishonchnoma orqali pensiya olish masalasi. Ba'zi pensionerlar betob yura olmaydi yoki boshqa hududda yashaydi. Ularning pensiyasini farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma bilan oladi. Bu yerda ham hujjat muddati, notarial tasdiq, bank talabi, shaxsning tiriklik holatini tasdiqlash kabi masalalar bo'lishi mumkin. Agar tizim qayta tashkil qilinsa yoki nazorat kuchaysa, eski ishonchnoma yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun bunday oilalar hujjat muddatlarini alohida tekshirsin. 6-dan, doimiy yashash manzili va haqiqiy yashash joyi farqi. Masalan, odam Qashqadaryoda ro'yxatda, lekin Toshkentda yashaydi. Yoki farzandlari bilan boshqa viloyatga ko'chib ketgan. Tizimda manzil eski bo'lsa, chaqiruv xati, tekshiruv yoki boshqa xabar eski manzilga ketishi mumkin. Bu esa muammoga olib keladi. Shuning uchun yashash manzilingiz va aloqa raqamingiz dolzarb bo'lishi kerak. 7-dan, ijtimoiy nafaqalar va pensiya bir xil narsa emas. Ko'pchilik pensiya, nafaqa, moddiy yordam degan tushunchalarni aralashtirib yuboradi. Yoshga doir pensiya odatda staj va badallarga bog'liq. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi tibbiy xulosa va qonuniy shartlarga bog'liq. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi marhumning staji va oila a'zolari holatiga bog'liq. Kam ta'minlangan oilalarga yordam esa boshqa mezonlar asosida berilishi mumkin. Shuning uchun qaysi to'lovni olayotganingizni aniq biling. Endi eng muhim qism, siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSHSH raqami, tug'ilganlik haqidagi ma'lumot. Nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjat, yashash manzili, hammasi bir-biriga mos bo'lsin. Agar ismda, familiyada, tug'ilgan sanada farq bo'lsa, uni hozirdan tuzating. Buning uchun FHDYO bo'limiga, Davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli idoraga murojaat qilasiz. Ikkinchi qadam, mehnat stajingizni tekshiring. Agar sizda qog'oz mehnat daftarchasi bo'lsa, uni yo'qotmang, suratga olib qo'ying. Nusxa qildiring. Har bir yozuvni ko'ring. Ishga qabul qilingan sana bormi, bo'shatilgan sana bormi, buyruq raqami bormi, muhr bormi, lavozim yozilganmi? Agar yozuv tushunarsiz bo'lsa, o'sha ish joyidan yoki arxivdan tasdiqlovchi ma'lumotnoma olishga harakat qiling. 3-qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. MyPegav.uz portaliga kirib, o'zingiz haqingizdagi mehnat, pensiya
Soliq yoki ijtimoiy ma'lumotlarni ko'rish imkoniyatlarini tekshiring. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingiz, nabirangiz, ishonchli qarindoshingizdan yordam so'rang. Davlat xizmatlari markaziga borib ham maslahat olish mumkin. Eng muhimi, men bilmayman deb qo'l siltamang. Hozir ma'lumotni bilmagan odam ertaga navbatda ko'proq qiynaladi. 4-qadam. Ish beruvchingizdan rasmiylikni talab qiling. Agar hozir ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz bor yo'qligini so'rang. Ish haqi rasmiy ko'rsatilayotganini tekshiring. Soliq va ijtimoiy to'lovlar o'tayotganini aniqlang. Agar ish beruvchi hujjat shart emas, pulni naqd beraman desa, bilingki bugun bu qulay ko'rinsa ham ertaga pensiyangizga zarar bo'lishi mumkin. Ayniqsa yoshlar buni yaxshi tushunishi kerak. 5-qadam. Eski ish joylaringiz ro'yxatini tuzing. Qog'ozga yoki telefonga yozing. Qaysilarda qayerda ishlagansiz? Korxona nomi nima edi? Manzili qayerda edi? Lavozimingiz qanday edi? Rahbar yoki kadrlar bo'limi kim edi? Taxminan qancha maosh olgansiz? Bu ro'yxat keyinchalik arxiv so'rovi berishda juda kerak bo'ladi. Ko'pchilik pensiyaga yaqinlashganda eskirni yillarni eslay olmay qoladi. Hozir eslab turganingizda yozib qo'ying. Arxiv ma'lumotnomalarini oldindan oling. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat davlat arxiviga murojaat qiling. Arizada to'liq ism familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, ishlagan korxona nomini, ishlagan yillaringizni, lavozimingizni yozing. Menga pensiya tayinlash uchun ishlagan davrimni va ish haqi ma'lumotlarini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi kerak deb aniq yozing. Agar korxona nomi o'zgargan bo'lsa, bilgan eski nomlarni ham ko'rsating. Arxiv javobi vaqt olishi mumkin. Shuning uchun buni ertaga emas, hozir boshlang. 7-qadam. Bank ma'lumotlaringizni tartibga keltiring. Pensiya yoki nafaqa oladiganlar bank kartasi muddatini tekshirsin. Telefon raqami o'z nomida bo'lsin. Agar pensioner keksa bo'lsa, farzandlari bankka birga olib borib, karta ishlayaptimi, pin kod esdami, hisob yopilmaganmi, SMS xabarnoma ulanganmi, shularni tekshirsin. Pul tushmay qolsa, darhol vahima qilmasdan, avval bankdan, keyin tegishli pensiya yoki ijtimoiy himoya organidan sababini so'rang. 8-qadam. Sog'liq va nogironlik hujjatlarini nazorat qiling. Nogironlik bo'yicha to'lov oladiganlar tibbiy xulosa muddati, qayta ko'rik sanasi, guruh muddati kabi narsalarni o'tkazib yubormasin. Bir kun o'tib ketsa ham to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oilalarda bolalar o'qiyotgan bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Buni ham oldindan tayyorlang. 9-qadam. Barcha murojaatlarni yozma yoki elektron iz bilan qiling. Idoraga borib og'zaki so'rash yaxshi, lekin muhim masalada ariza yozing, ro'yxatdan o'tkazing, javob raqamini oling. Elektron murojaat qilsangiz, screenshot yoki ariza raqamini saqlang. Chunki keyin men murojaat qilgandim deganda qo'lingizda dalil bo'lishi kerak. 10-qadam. Shubhali xabarlarga ishonmang. Pensiya jamg'armasi yopildi. Endi pulingizni olib beramiz. Hujjatingizni tezlashtirib beramiz. Kartangizni yuboring. Pensiyani tekshirib beramiz degan firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga bank kartangiz parolini, SMS kodni, pasport nusxasini beparvo bermang. Rasmiy ma'lumotni faqat davlat idoralari, rasmiy saytlar, davlat xizmatlari markazi yoki ishonchli mutaxassislardan oling. Demak, azizlar, pensiya jamg'armasi yopiladi degan xabarni eshitib, vahimaga tushish kerak emas. Lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Gap pensiyalar bekor bo'lishida emas, tizim o'zgarishi, hujjatlar elektronlashishi, nazorat kuchayishi va murojaat tartibi yangilanishida. Kimning hujjati toza, staji ko'rinib turibdi. Ma'lumotlar mos bank kartasi faol bo'lsa, u odatda muammoga duch kelmaydi. Kimning eski ish joylari bor, korxonasi yopilgan, mehnat daftarchasida xato bor, norasmiy ishlagan, chet elda mehnat qilgan yoki familiyasi o'zgargan bo'lsa, u hoziroq harakat qilishi kerak. Bugunoq 3 ta ishni bajaring. Hujjatlaringizni bir joyga yig'ing, stajingizni tekshiring. Kerak bo'lsa arxiv yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Ular internet, portal, bank ilovasi, elektron navbatni bilmasligi mumkin. 1 soat vaqtingiz ularning bir necha oylik ovora bo'lishining oldini oladi. Agar sizda pensiya, staj, arxiv, mehnat daftarchasi yoki nafaqa bo'yicha savol bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi hududdansiz? Qanday muammo bor? Qisqacha tushuntiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman.
Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini, vaqtini va asabini asrab qoladi.